VIP uzbekchani nomer 1 bir kunda nima ishlar qiladi? Qani hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Siz paka obuna bo'ling. Ertalabdan обязательно Moho parfyumi o'z biznesimdagi klientlarim zakazlarini mana shunaqa qilib chiroyli upakovka qilib chiqazaman. Kстати, kanalga o'tib vasha zo'r narsalar bor. Profilim shapkasidagi ссылкаdan. Ko'pchilik men feromon deb chiqqandan keyin hamma absolutno feromon sotishni boshladi, lekin originalnisi faqat o'zimda. Kim uni kashf qilgan bo'lsa ham, xuddi o'sha odamning originalini olsanglar bo'ladi. Profilim shapkasidagi ссылкаdan o'tib erkaklarning kipriklardan deysizlarmi 2-3 xilidan bor. Qanto'g'ri aytiradigan kapsulalarni dodasi originali faqat menda. Nechta odam yozyapti, boshqa kanallardan oldim, tufta ekan. Ну, конечно, tuftasini olib qo'yasizlar deb men olmaganinglardan. Lidorilardan ham keldi, tugab qolgandi. Bemalol zakaz qurasizlar. Kimda popchika, byustikli kichkina bo'lsa, boshqa zo'r kremlarni ham olib kelib qo'ydim. O'rab, chiroyli qilib, shunaqa qilib chiqazib beraman hamma zakazlaringlarni. Ishlarni tugatib, bu jonimga zavtrak tayyorlab, klonni qo'yib berishga qaror qildim, lekin eslolmadilar qachon ko'rganlarini, no ko'rgan ekanlar. Keyin уже darsimga ketishim kerak edi. Tayyorlanib olib, daftarlarni olib, darsga yo'l oldim. Havolarni qaranglar, zo'rligini. Shunaqa bahor faslini yaxshi ko'raman. Menimcha bahor faslida tug'ilganim uchun sizlarda ham shunaqa narsa bormi? Tug'ilgan faslinglarni yaxshi ko'rasizlarmi? Darsga ham o'sha kirib ketyapman. Studentlik davrimni eslayapman desam, men o'zim zavodchikada o'qiyman, lekin bu davr eng zo'r davr deb o'ylayman. Turk tilim juda ham yoqdi. Na samom dele grammatikadan boshladi u. Даже o'qituvchim hayron qoldilar, qayerdan shuncha narsani bilasiz deb. Dars tugatib olib, stomatologim oldilariga ham keldim. Shunaqa zakat o'shab oldim, qaranglar chiroyliligini. Burnim chiydi, hech narsa yemay chiqqanman, почти o'shaning uchun obezboldan oldin обязательно nimadir yeb olishim kerak edi, chunki 2 soat keyin ham tish davolashdan keyin ovqat yeb bo'lmaydi. To'g'risini aytsam, unaqa mazali emas ekan kapuchino, chunki shakar solib berishi ham esdan chiqib qoldi barmenni. Вот bu yerda stomatologimni kutyapman. Kirib chiqdim, to'g'risi ishimiz oxirigacha bitmadi, yana 3-4 kundan keyin kelaman. Orada klientlarimga ham javob berishga ulgurdim, прикиньте, shunaqa tez ishlayman boru. Stomatologim oldilaridan chiqib, ularga uyga to'y oshi aytgandim, ularni choyxona oshi egalari kelgan ekan, o'shaning uchun osh uchun keldim, imенно choyxona osh olishga. Вот, keyin esa shirinlik olishga keldim. Bu jonim bilan xolamga juda ham yaxshi ko'rishadi. Eng zo'rlarini tanlayotgan paytimda qaranglar kimni ko'rib qoldim. Shunaqa yaxshi ko'raman, kuchugim shular, umuman hamma hayvonlarni hech qachon ovqat bermasdan o'tib keta olmayman. Bu yerda o'sha aplatalarimni qilib, somsa so'radim, isitib beringlar tovuqlisini deb. Nonni o'zini bermayman, lekin go'shtli mahsulotni обязательно berib ketaman. Meni shunaqa odatim bor. Ko'chada javzotlarni boqayotganimni ko'rsanglar hayron bo'lmanglar. Keyin xolamga dori olishga aptekaga kirdim. Bu aptekada hech narsa yo'q ekan. Keyingisidan o'sha kerakli dorilarni topdim. Har kuni aptekaga boraman, ishonaveringlar. Hamma ishlarimni bitkazib o'sha uyga ham kelib oldim. Birgalikda ujin qildik uydagilarim bilan. Keyin o'sha shamollaganim uchun dori ichib oldim, bilasizlar. Keyin bu jonimga bonkalarni qo'yib, shunaqa maza qilib suhbat qurdik. Nima deysizlar, kunim produktivniy o'tdimi yo'qmi? O'z kommentariylarni yozib qoldiringlar.